Oshna, o'zi majbur qildi. Keldingmi? Aziz. Nima qilib qo'yding? Qo'lmi? O'libdi-yu. Men qamalaman. Men yo'qman deyapti. Men yo'qman deyapti. Do'stim! Alo. Xo'shni. Shuhrat. Ofisga. Tez yetib kel. Xo'p, ketdim. Keldingmi og'ayni? Oshna, majbur bo'ldim. Sendan iltimos. Yolg'iz onam bor, qamalib ketib qolmay. Iltimos sendan bo'yningga ol oshna. Yo'q, farzandlarim bor. Oilam bor, o'zing javob berasan. Omad, Bo'ladmi? ofisga. Tez yetib kel. Xo'p bo'ladi o'rtoq, hozir boraman. Aziz. Nima qilib qo'yding o'rtoq? Aziz, seni onang yolg'iz. Sen qamalishing mumkin emas. Mana men o'ldirdim. Ber pichoqni. Ber. Bor. Aziz, tezda ket bu yerdan. Tezda ket bu yerdan. Meni o'ldirdi. Yaqin do'stlari bilan ishlashlik baribir boshqachada. Boringlarga shukr do'stlarim. Aziz, doim yoningdamiz. Bizda bilasan-ku tashab ketish yo'q. Oxiriga do billamiz. Biz ham yoningdamiz do'stim. Ish qilib mansabdan tushganimdan keyin ham shunaqa yaqin do'st bo'lib yuraylik-da. Ha, Omad, nima kayfiyating yo'q? Yo'q oshna, hammasi yaxshi. Qani, Abdurahmon buxgalterga berib bersin. Bir samovarda bo'lsam oshiymiz. Ketdik. Aziz, shunaqa ham qo'pol hazillashasanmi? Xafa bo'lma. Bir hazillashay dedim-da. Obro'ying, mansabing borligida hamma do'stlaring jonimni beraman. Sen uchun xohlagan joyingda turaman der ekan-u, boshingga ish tushganida kim ketib, kim qolishligini o'shanda bilasan ekan. Soxta ulfat oshnolarim, soxta o'tdi davru davronlarim, soxta